Muallif Xayrulla Kamolov. Ritsarlik orzusi va islom. Londonning chekka hududlaridan birida Albert ismli bir yigitcha yashar edi. U yaqindagina maktabni bitirib Garvard universitetiga kirish uchun imtihon topshirgan, ammo afsuski, natija muvaffaqiyatli chiqmagan edi. Shunga qaramay Albertning qalbida ulkan, ammo go'yo imkonsizdek tuyulgan bir orzu yashardi. Qirol tomonidan ritsarlik unvonini olish. Qadim o'rta asrlarda bunday unvon faqat jang maydonida jonini fido qilgan ritsarlarga berilgan bo'lsa, zamonaviy davrda esa aktyorlar, futbolchilar, hattoki olimlar ham bu sharafga muyassar bo'la boshlashgan. Albertning niyati ham shunday edi. Universitetni bitirib, kimyo sohasida unvonga sazovor bo'lish. Biroq hozircha u yo'l boshida edi. Eng avvalo oilamga yordam berishim kerak, deb o'yladi u. Albert nihoyat o'ziga ish topdi. U ovqat yetkazib beruvchi kuryer sifatida restoranga ishga joylashdi. Eng kichkina skuteri bilan shahar bo'ylab kezib, turli uy va manzillarga borar. Har kuni yangi odamlar bilan yuzma-yuz kelardi. Albert skuteri bilan shahar bo'ylab kezib, turli uy va manzillarga borar. Har kuni yangi odamlar bilan yuzma-yuz kelardi. Kunlarning birida Albert navbatdagi buyurtmani yetkazish uchun kichkina hovlili uylardan biriga keldi. U eshik qo'ng'irog'ini chaldi. Ichkaridan muloyim bir ayol kishining ovozi eshitildi. Kim u? Men kuryerman. Restorandan ovqat buyurtma bergan ekansiz, dedi Albert. Ichkaridan yana ovoz yangradi. Eshik oldida qo'yib ketavering. Albert odatdagidek buyurtmani bevosita qo'lga topshirishi kerakligini tushuntirdi. Shunda eshikning past qismidan pul chiqarildi. Bu sizga choychaqa. Iltimos, buyurtmani eshik oldiga qo'yib keting. Albert hayron bo'ldi. Axir to'lov allaqachon plastik orqali qilingan edi. U pulni olmadi. Buyurtmani ehtiyotkorlik bilan eshik tagiga qo'ydi va asta uzoqlashdi. Bunday holat unda birinchi marta ro'y berayotgan edi. Shu payt qizning ovozidagi mehribonlik, noziklik Albertning yuragini larzaga soldi. Menimcha, bu yosh qizning ovozi. Uni bir bor ko'rsam, hayajonlanib qolsam kerak, deb o'yladi. Daraxt soyasiga yashirinib, eshikka qarab qoldi. Oradan biroz vaqt o'tib, eshik sekin ochildi. Ichkaridan istarasi issiq, yuzining faqat bir tomoni ochiq, ro'mol bilan o'ranib olgan yosh qiz chiqdi. Bu buyurtmani tezda olib, darrov ichkariga kirib ketdi. Shu payt daraxt soyasida turgan Albert qizni kuzatayotgan edi. Shu mahalda uning oldidan o'ziga o'xshash yana bir kuryer o'tib qoldi. Albert u bilan salomlashdi va uyda bo'lgan holatni aytib berdi. Kuryer jilmayib dedi. Bilasizmi, men ko'p musulmonlar bilan yashaydigan xonadonlarga boraman. Agar uyda erkak kishi bo'lmasa, ayollar odatda buyurtmani eshik tagiga qo'yib ketishimni so'rashadi. Aftidan bu uyda ham musulmonlar yashashsa kerak. Albert beixtiyor jilmaydi. Endi hammasi ayon bo'ldi. Demak, o'sha ovoz egasi musulmon qiz ekan. O'sha lahzada uning yuragida g'alati bir tuyg'u uyg'ondi. Men uni sevib qoldim, dedi o'zicha.